O'rtoqlar, Qarshi shahar Kolla magazinida ko'chasi kelganmiz. 4 qavatli domda 2-qavati o'rtoqlikda joylashgan 75 kvadratli uyimiz sotuvga chiqyapti. Asosiy eshigimizga kirishimiz bilan ko'rishingiz mumkin. Perxoshka mebellarni qo'yadigan joylari, hamma narsasi yaxshi holatda. Zal, oshxonamiz va bu yerda ikkinchi xonamiz bor. Xonalar alohida, sanuzullari ham alohida, ya'ni bu yerda hojatxonamiz, bu tarafda esa yuvinish xonamiz joylashgan. Bu tarafda zal joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi qoladigan, ko'rgan narsalardan emas qoladi. Buni orqasida balkonchasi ham bor, kichkinagina. Agar mabodo oshxonani ham 3-xona sifatida foydalanaman desangiz, oshxona jihozlarini balkonga chiqarsangiz 3 xonali bo'ladi. Bu yerda oshxonamiz va oshxonaning yonida bu yerda duh konturlar ham bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Agar mabodo oshxonani bu yerga chiqarsangiz 3 xonali uy bo'lib qoladi. Dokumentalni 2 xonali uyimiz 75 kvadratligini aytdim. Mana shu xonadonimiz 47 ming dollar deyishmoqda egalari. Kelishtirib, normalni qilib savdo qilsangiz kelishtirib beraman deyishyapti. Kimga yoqsa, bemalol kelib ko'rib olishlari mumkin. Mana shunday yuzlab yurgan, yangi dom izlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'ying.